Senda muammo bor va o'ylaysan. O'ylash kerak deb o'ylaysan. Bilasanmi, odamlarning ko'pi nima qiladi? Ular o'ylamaydi. Ular muammoni chaynashadi. Yana va yana. Xuddi saqqichday. Lekin bu yechim emas. Alan Barker har qanday muammoni qanday hal qilish mumkin kitobida bu yondashuvga tarsaki uradi va seni haqiqiy fikrlashga o'rgatadi. Oxirgacha ko'rsang, senga $100,000 texnikani bepul o'rgataman. Tasavvur qil, sening muammoing bu aysberg va 90% qismi suv ostida. Agar faqat tepani ko'rsang, umuman hech narsani hal qila olmaysan. Tushunmagan muammoni hech qachon hal qilma. Tabiiyki savol tug'iladi. Muammoni qanday tushunish mumkin? Birinchi qadam. Muammoni qayta ta'rifla. Misol uchun, menda mijozlar yo'q emas, balki ular qayerda ekanini bilmayapman. Yana misol, pul yo'q emas, balki mehnatimni yoki tajribamni pulga aylantirishni bilmayapman. To'g'ri ta'rif yechimning yarmi. Endi ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ma'lumot to'pla. Faqat faktlar, fantaziya emas. Muammo bu tenglama. Agar sen tarixdan xabaring bo'lmasa, uni yecha olmaysan. Kim ilgari bu muammoni hal qilgan? Nima ishlagan? Dalillar qayerda? Faraz qilma. Top, tekshir va qo'llab ko'r. Endi muqobillarni yarat. Agar senda ikki variant bo'lsa, demak tuzoqdasan. Vazifa tanlash emas, variantlar yaratish. 5 ta, 10 ta, 15 ta, hatto varianting jinnicha bo'lsa ham. Nega? Chunki kreativlik bu mushak. Sen boramanmi yo'qmi deb bosh qotirayotgan paytda boshqasi allaqachon 3-yo'lni topgan va muammosini hal qilib bo'lgan. Keyin qaror va harakat. Ideal yechim emas, ishlaydigan yechim. Chunki ideal yechim faqat g'oyalar qabristonida mavjud. Muammolar o'tirib olib emas, jarayonda hal qilinadi. Senga $100,000 texnikani tekinga o'rgataymi? Sen o'zingda yuzaga kelgan muammoni hal qila olmay tushkunlikka tushib yurgan ayni damda o'zingni kelajakda juda aqlli, omadi chopgan, bir necha ming odamni ish bilan ta'minlagan lider sifatida tasavvur qil va undan maslahat so'ra. Kelajakdagi sen shunday tushkunlikka tushib yurgan bo'larmidi yoki tafakkur qilib, so'ngra tavakkal qilib sababini qilarmidi? Endi savol: sen muammoni hal qilyapsanmi yoki shunchaki uni ortga suryapsanmi? So'nggisida katta kompaniyalar va katta shifoxonalar rahbarlari va ekspertlarini ko'z oldingga keltir. Ular sendagi muammolarni nonushtaga iste'mol qilishadi.